offline kurs o'taman, lekin zo'r dars tashkil qilish uchun nima qilsam bo'ladi? Keling avval darslar o'zi qanday shaklda tashkil qilinishini bilib olsak. Birinchisi bu trening shaklda, ikkinchisi amaliy seminar shaklda va seminar shaklda. Trening shaklda tashkil etilgan darslar odatda siz berayotgan nazariy axborotni o'quvchilaringiz darsda amaliyotda bajarib ko'rishga qaratilgan. Sportsmenlarni eslang, ular trenirovkaga chiqqanda ularni murabbiylari nimani ko'rsatsa, shuni bajarishga harakat qilishadi. Va treningda uzog'i bilan 30-40 tadan oshiq o'quvchi bo'lish kerak emas. Ikkinchisi bu amaliy seminarlar. Bunda katta ma'ruzalar o'tiladi, lekin amaliy topshiriqlar elementlari bor bo'lgan seminarlar, bular amaliy seminar deyiladi va ularda uzog'i bilan 70-80 tadan o'quvchilar soni, tinglovchilar soni oshishi kerak emas. Uchinchisi esa butkul seminarlar. Bunda asosan ma'ruzalar shaklda darslar tashkil etiladi va bunda 300 tadan 500 tagacha bo'lgan ishtirokchilar ishtirok etishi mumkin. Agar offline darslarni tashkil qilishda qiynalayotgan bo'lsangiz, unda menga obuna bo'ling, shunga o'xshash axborotlarni bilib borasiz.